Demak, assalomu alaykum hammaga. Xayrli kun. Ro'zalda qiynalmasdan yaxshi yuribsizlarmi, charchamasdan. Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Dietologlar anchadan beri post qo'ymay qo'ydi. Chunki o'zlarini real hayotdagi ishlar ko'payib ketdi. Instagramga o'tgan kuni kirdim, bilan ko'p vaqtim ham bo'lmayapti. Chunki real hayotimiz ham juda ham qizg'in. Telefonga javob berishga zo'rg'a vaqt topamiz payti kelganda. Lekin sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan informatsiyalarim bor. Shularni prямой efir shaklida sizlarga berib ketmoqchiman. Chunki post yozaman deyman, necha kundan beri vaqtim bo'lmayapti. Chunki post yozisham tinch stol tinch joy talab qiladi mendan. Unaqa joy bo'lmayapti. Mana hozir o'g'lim Pachimochkaga kirgizib bordim. Ozgina kitob varoladim. Chiqquncha vaqtim bor. Sizlarga ba'zi ma'lumotlarni berib ketmoqchiman. Hammaga salom. Men bilgan bo'lsanglar, bir istoriyamga qo'yuvdim. Men o'zim tanishtirib o'tsam, yangi podpishchilarga prямой efirga anchadan beri chiqmagandim. Mening ismim Zilola, Shatursunova Zilola. Shifokor dietologman, 4 farzandni onasiman. Hozirda ularni maktabga tayyorlash, katta qilish jarayonlari bilan, 4 ta farzandli bo'lgandan keyin qayta tiklanish jarayonlari bilan ovoraman. Lekin orada ko'rgan bo'lsanglar, juda ham informativniy, kstati boshqalar pulga sotadigan ma'lumotlarni post shaklida qo'yganman. Profilimga kirsanglar, o'sha sizlarga yozgan kortizol haqida, oqsil defitsit haqida, sarkopeniya nima shu haqida, Ramazon oyida qanaqa to'g'ri ovqatlanish kerak, shu haqida rosa ham ko'p yaxshi ma'lumotlar qo'yganman. Ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Prямой efirda yana nima savollar bo'lsa bersanglar bo'ladi. Va men o'zimni mana shu oxirgi paytlar o'zimni kuzatishimdan va yangi ma'lumotlar olganimdan olgan xulosalarimni prямой efir shaklida berib ketmoqchiman sizlarga. Demak, aytganimdek, shifokor dietologman. Xo'p, dekret paytida ham men endi sekin konsultatsiyalarni boshlaganman. Ungacha onlayn ishladim, lekin dekret paytida ham juda ham ko'p ma'lumotlar yig'ib bordim. O'zim uchun, avvalambor o'zim sog'lig'im uchun, yaqinlarim uchun va patsientlarim uchun. Hozir juda ham qiziqarli bitta kitob o'qiyapman. Bu glyukoza God despite glyukoza degan kitob. Bu kitobni kim yozgan? Xo'p, fransuz olimasi bor, bioximik ayol. Mendan sal yosh kattaroq qiz. U bioximik olima va glyukozani qonda o'ynashi, sahr qonda o'ynashi va bu sahr qonda chiqib ketishi, tushib ketishi sog'lom odamlarga qanaqa ta'sir qiladi? Semizlik bilan qonda sahr o'ynashini nima aloqasi bor? Biz yeyotgan ovqatimizni, bizning sahrimizga qanaqa ta'siri bor va nimaga bu buni bilishimiz kerak? Shu haqida juda ko'p YouTube'da podkastlar boradi. Podkastlarni ko'p uyda ovqat qilayotganda, restoran qilayotganda eshitib, juda ham kuldirib gapiradi orada. O'sha hozir ingliz tilini o'rganish jarayonida, chunki uni ingliz tilini tushunish uchun. Shunaqa yaxshi ko'rib qo'ygan odamman. Bu ayol nima haqida gapiradi? Qonda glyukozani o'ynashi bizning ortiqcha vaznimizga, bizning uyqumizning sifatiga, bizning sochimizning sifatiga, qanaqadir soch yog'lanishi yoki yuzdagi uguriylarga, butun salomatlikni saqlab turishga ta'siri bor. Mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, tibbiyotda anti-age degan yangi bir so'zlar chiqib kelyapti. Anti-age preventivniy meditsinada, preventivniy vrachlarda, ya'ni qarilikni oldini olish, o'sha insonni yoshligini ko'proq saqlab qolishga harakat qilish haqida ko'p ma'lumotlar kelyapti. Vrachlar shu haqida ko'p gapirishyapti va bu olima ayolning fikricha, men bu fikrga 100% qo'shilaman. Qarilik avvalambor glikatsiya jarayoni. Glikatsiya nima degani? Glikatsiya bizning qonimizda aylanib yurgan normadan oshgan sahrni bizning ichimizdan qotirishi, pishirishi, ya'ni suyaklarimizni, kojamizni elastikligini yomonlashishi, ko'z xiralashishi, tomirlar ichki tomondan elastikligini yo'qolishi, davleniya paydo bo'lishi ham, ateroskleroz, stenokardiya, yurak qon tomir kasalliklari ham shunga bog'liq bo'ladi. Qonda glyukozani o'ynashiga bog'liq bo'ladi degan fikrda u ayol.
va bu juda ham hozir rezonansli fikr bo'lyapti. Ko'pchilik olimlar shunga juda ham katta ahamiyat qaratishyapti va odamlarni yeyotgan ovqati, yeyotgan har xil shirinliklari, hozirgi napitkalari organizmga qanaqa ta'sir qiluvchi, avvalan birinchi o'rinda qarituvchi ta'sir qiluvchi effektga ega bo'layotganini yetkazib berishmoqchi odamlarga. Men ham sizlarga shuni yetkazib bermoqchiman. Va u qiz, u ayol 2019-yildan beri, ya'ni 7 yildan beri mendagi datchikka taqib beradi. Mana hozir kiyimim tegida, mana bu datchik turibdi. Bu mana terimga biriktirilgan va kapillyarlarimdagi glyukoza miqdorini ko'rib turadi. Shunaqangi kurta moslar bilan yurman va o'zim o'rganyapman shu moslar bilan. Ya'ni bu qondagi mana saxri barmoqdan o'lchashdan ko'ra 1000 marta afzal. Ya'ni barmog'ingizdagi saxri o'lchasangiz, ovqatdan keyin, ovqatdan oldin, bu o'sha momentligini ko'ra olasizda. Bu sizni uzluksiz glyukozangizni ko'rsatib turadi. Ya'ni kechasi uxlaganimda polniy qanaqa o'ynadi, glyukozam tushdimi, chiqdimi yoki rovna bo'ldimi, iftorlikgacha qanaqa yurdim, ya'ni glyukozam tushdimi, chiqdimi ko'rib yuraman o'zimda. Iftorlikdan keyin saxrim qonda qanaqa o'ynayapti. Qonda saxr o'ynayotganini bilish faqat saxrniklarni vazifasi emas. Hamma odam agar sog'lom yuraman, yosh yuraman, qarimayman desa, qonda glyukozasini o'ynatmaslikka, ya'ni glyukoza haddan tashqari tepaga ko'tarilib ketishini oldini olishi kerak bo'ladi. Mana shu haqiqiy birinchi o'rinli anti-age, ya'ni qarilikka qarshi kurash, preventiv kasalliklarni oldini olish hisoblanadi. Ya'ni yurak qon tomir kasalliklari, saxr kasalliklari bizning o'zbeklarning eng ko'p tarqalgan 30-40 yoshdan keyin kelib chiqadigan muammolari bu yuraklar bilan, bo'g'inlar bilan bog'liq kasalliklar va insulin rezistentlik, ortiqcha tana vazni. Mana shu kasalliklar profilaktikasi sog'lom odamlar, mana masalan men yoshimdagi odamlar bo'lsa-edi, 20, 30, 35 hali asar ham yo'q diabetdan yoki davleniyadan boshqadan-da, lekin hozirdan boshlab o'zinglarni o'rganib, o'zinglarni sog'lom ovqatli, sog'lom mana shu hozirgi sog'lom holatinglarni keyinchalik ham saqlab qolmoqchisizlarda, birinchi o'rinda ishni nimadan boshlash kerak? O'zingizni o'rganishdan. Ya'ni siz nima yeyapsiz va yeyotgan narsangizga taningiz nima javob beryapti. Mana men hozir shu bilan mashg'ul bo'lib yuraman. Ya'ni telefonimga hozir u telefon uyda qolgan Androidimga ulangan. Bu datchik mani kapillyarlarimga o'zini uzun elektrodini kirgizgan. Ingichka ip mani qon tomirlarimga kirib turibdi va u datchikdan telefonimga постоянный mani hozirgi qondagi glyukoza miqdorim qanchalik haqida ma'lumot kelib turibdi. Va men nima ovqat yeganimda saxrim qanaqa o'ynaganini va buni ketidan menda nima o'zgarishlar bo'layotganini kuzatyapman. Вообще men hayron qoldim. Men saxr bilan bog'liq bo'lmagan deb o'ylagan ko'p narsalarim aslida saxr bilan bog'liq ekan. Men sizga aytib beraman nimalarni o'zimda kuzatganimni. Avvalambor men o'zimni kuzatdim. Menga nima qiziq bo'ldi? Mana постоянный menda telefonimda saxrimni ko'rib turish imkoniyati bor. Men buni ro'zadan bir kun oldin boshladim. Ro'za tutdim. Mana menda shunaqa narsa bo'ladi. Mana bo'ladi-yu bir xillar, mana ro'za tutishga qo'rqishadi. Ro'zada charchab qolaman, qornim ochib qoladi deydi. Saxrniklar endi u отдельный problema. Saxrniklar отдельный gaplashish kerak, chunki saxrniklar bekorga qo'rqishmaydi, chunki saxrda juda opasniy bir holat bor, gipoglikemiya degan. Ularda saxrni chiqishidan ham yomon narsa saxrni tushib ketishi. Agar saxrniklar ro'za tutishsa va o'ziga ahamiyat bermasdan o'sha har kungi hayotda ishi, uyi, o'zini ishlarini qilib yurursa va ularda qonda qand miqdori stabilniy bo'lmaydi. Og'iz yopganda ko'tarilgan qand miqdori keyin yana posle obed 11-12 dan keyin yoki qorni ochganda tushib ketishi mumkin. Va saxr agar 3-9 dan pastga tushsa, saxrniklar ko'pincha 3,5-2 ga tushib ketadi. Agar umuman o'zini kontrol qilmay yurgan yoki og'ir holatida bo'lsa, va bu iftorgacha bu saxrniklarga yetib borish olmaydi baribir, chunki qonda qand miqdori 2,5 ga tushib ketgandan keyin o'sha odam o'zini bilmay qoladi, juda ham holsiz bo'lib qoladi va ishga ham yaroqsiz bo'lib qolib, hushidan ketib qolishi ham mumkin.
ularga agar shunaqa datchika bo'lsa, ular agar o'zini sahrlarini ko'rib, sahr tushayotgan bo'lsa, sразу уже ochib yuborishi mumkin, o'zini kontrol qilib yurishi mumkin-da. Menda shunaqa fikr bor edi. Men ro'zani qoyil qilib tutayotganimga 3-marta, 3-sezon, to есть normal tutishim ro'zani. Ungacha men ro'zani tuta olmayman, charchab qolaman, holsiz bo'lib qolaman degan fikrda yurardim. Tutmasdim. 3 kun tutishim mumkin edi. Agar ozgina holsizlik bo'lsa, voy, men bilan nimadir yomon narsa bo'lyapti degan fikrda bo'lib, boshqa tutmayman degan qarorga kelardim. Ya'ni sustkashlik qilardim juda ham. Va men o'zimni kuzatdim, mana bo'ladi-ku, mana ayollarda balki bu narsa ko'proq bo'lar, erkaklardan ko'ra. Soat 3 dan keyin ro'za tutganingizda, soat 3 dan keyin holsiz bo'lib, oshqozon bo'm-bo'sh, bu понятно, oshqozon bo'm-bo'shligi, ichinglar ham balki bo'm-bo'shdir. Holsiz bo'lib, bo'shashib, da uyqu kelish tabiiy, ozgina dam olish kerak va ro'za paytida. Uyquchan bo'lib, yotikiz kelib, shunaqa holatda bo'lasiz ro'za payti. Men o'ylardim, o'sha payt sahrim tushib ketganidan shunaqa bo'laman deb yurardim-da. Ya'ni mana shu holat, men ro'zadagi holsizlik holati sahr tushib ketishi bilan bog'ligim yo'q, unaqa emas ekan lekin. Men ro'za tutayotgan paytim mana 3 dan keyin iftorlikdan oldin 3, 4, 5 larda ro'zam, sahrimni ko'ryapman telefondan. Sahr unaqa kritik tushib ketmayapti va bu yaxshi. Sog'lom odamda shunaqa bo'ladi. Даже если ro'za paytida sizlarda ham balki shunaqa bo'layotgandir. Holsiz bo'lib, yotkilik kelib, qanaqadir qo'lida sal yumshoq bir tremerga o'xshagan narsa soat to'g'riyapman, ovqat qolmay, sal qo'limdan ozgina titrash sezyapman-da. Telefonimni ochib qarayapman, sahrim tekshiryapman-da, lekin sahr yomon emas. Sahr 4.6, uzoq bo'lsa 4.4, даже 4.0 ga ham tushmayapti. Och qoringa ham. 5.6, 5.2, 5, 4.5, mana shunaqa atrofda turibdi. Ya'ni o'zingizni xuddi charchagandek his qilganingizda ham, ya'ni oshqozon ichi sistemasi bo'm-bo'sh, ya'ni qoningiz ochgan, sizga уже mikroelementlar, vitaminlar, makroelementlar, nutrientlar kerak, oqsil uglevod kerak. Bu haqiqiy chin ochlik deyiladi, lekin bu sahrni tushib ketish emas. Ya'ni sizda agar insulin rezistentlik bo'lmasa, sahr kasalligi bo'lmasa, ro'za paytida ham agar shunaqangi obeddan keyin holsizlik bo'layotgan bo'lsa, o'ylamang, yana nimadir yomon narsa bo'layotgan ekan, meni organizm bilan qanaqadir men o'zimga usher bo'layotgan ekan deb o'ylamang, все нормально. Ya'ni qonda qand miqdori normal turar ekan. Men o'zimga o'zim shuni aytdim, все нормально, Zilola, qonda sahring normalniy turibdi, tushib ketgani yo'q. Продолжай deyman, ozgina dam olaman yotib, agar charchab qolsam, уже iftorgacha. Juda ham tez kelyapti iftor payti rostdan ham. Men nimani sezyapman, sahr datchik bilan yana kuzatgan narsamni, xulosamni yana bittasini aytib beraman sizlarga. Men o'zimni tekshirish uchun narusheniyam qilib ko'ryapman. Ya'ni har xil narsalar oldin uncha kechki payt yemagan narsalarimni ham yeb ko'ryapman, qanaqa organizm ta'sir qilar ekan va bundan nima bo'lar ekan menga. Ya'ni ovqat yeyman iftorda suv ichamiz, o'rgatganimdek postlarimda og'iz ochganda suv ichiladi. Birinchi o'sha olov tegmagan, qaynamagan filtr suv bilan 1-2 qo'ltim, keyin duolarni qilgandan keyin issiq suvga o'tamiz. Issiq gradus 40 gradus, undan ham baland bo'lishi kerak. 40 gradus atrofida ularni ichib olamiz, xurmoni yeb olamiz. Keyin men shunaqa qilmaman, sizlarga ham maslahat beraman. Namozdan oldin yarim sho'rva bo'lsa ham hashlama, pay sho'rva, oddiy sho'rva, shunday sho'rvani simirib ichib olamiz. Keyin namoz o'qiymiz. Keyin asosiy ovqatga o'tamiz. Shularni qilaman, asosiy ovqatni yevaman. Inogda salat bilan, inogda salat xil variantda qilib ko'rdim. Men qachonki shirinlik yeyishdan oldin shirinlik olib kelman uyga, o'zim ham bolalarimga shakar qo'shib, anaqalar pechenyelar qilaman. Обычный pechenye turadi uyimda. O'zim keto shirinliklarni ham zakaz qilib yevaman. Обычный pechenye qilganimda ham или boshqa nimadir yana shirinlik kelardi. Ovqatdan keyin salatsiz, faqat ovqatni o'zi yonida 2-3 bo'lib turib va keyin anaqa shirinlik yevaman va ko'raman nima bo'lyapti o'zgarish. Agar men shirinlikni salatsiz yesam, ya'ni ozgina miqdorda ovqat yana yonida bir ikkita rediska ili turibdi nomiga shirinlik, qonda glyukoza miqdori juda ham tepaga oshib ketyapti. Ya'ni 10 dan oshib ketyapti va bu yomon. 10 dan oshmasligi kerak. Sahr to'q qoringa ham idealniy. Men yoshligimni
idealni saqlayman desanglar, yuzlarimni qarishdan saqlayman desanglar, qandli diabetni profilaktika qilaman desanglar, insulin rezistentlikni profilaktika qilaman desanglar, undan oshirmaslik kerak och qoringa ham. Va menda agar salatsiz shirin yeganimda ovqatdan keyin oshib ketdi, undan 18 ga qarab ketdi. Bu tez joyga tushirish yo'li yayo yurish, kstati. Lekin men ovqat bilan birga juda ko'p miqdorda salat, karamli salat, kvaschna kapusta или oddiy karamdan qilingan bodringlar bilan qilingan salat, или же rediska qatuli salat, или же bodring pomidorlar fetaksga qo'shib qilingan nimadir salatlar bilan yaxshilab salatlarni yeb, keyin ketidan o'sha yarim porsiya o'sha naqami cheesecake yarimmi nimadir shirinlik yesam, unda qonda qand miqdori undan ko'tarilmayapti. O'sha shirinlik faqat salat bilan birga, tushunasizlarmi? Yilgan salatlarimiz, ya'ni kletchatka, bu qiz ham mana shu haqida tinmay gapiradi. Rasmiy. YouTube'da bu qiz ham shu haqida tinmay gapiradi. Kletchatka, we love fiber. Fiber is the best deyuradi. Fiber is the best, ya'ni kletchatka bu eng zo'ri. Kletchatka qonda qand miqdorini, ya'ni yegan shirinliklarimiz qonda qand miqdorini juda ham oshirib yubormasligiga yordam beradi. Ya'ni sahrniklar yoki sahrga qarab ketayotganlar yoki sahrni profilaktika qilmoqchi bo'lganlar, yoshlikdan saqlamoqchi bo'lganlar, shirinlik yesanglar ham har doim salat bilan, salatdan keyin yeylar. Shunda o'zini och qoringa absolyutni shirinlik mumkin emas. Mana men o'zimni olgan informatsiyalarim, ishonchli joydan olingan informatsiyalar va o'zimni kuzatish orqali ayta olaman sizlarga uverni. Perkusga umuman yemaymiz, och qoringa yemaymiz, salatsiz yoningizda yetarli miqdorda kletchatka bo'lmasa, ya'ni salatlar bilan yaxshilab trambovat qilmagan bo'lsangiz, shirinlik yemaymiz. Shirinliklarni faqat kletchatkadan keyin yeymiz. Eng maslahatim ko'proq shirinliklarni suhurga yeyishga harakat qilinglar. Nimadir mevalar yeginglar kelsa shirin, ko'proq suhurga o'tkazib kerak. Chunki bu o'sha biokimik qiz ham shu haqida ko'p gapiradi, glyukozani 7 yildan beri o'rganayotgan odam. Bizning organizmimiz, yana bitta важный informatsiyalarga berib ketaman. Bizning organizmimiz qonda qand miqdori qanaqa o'ynashi, ya'ni bu semirishgan bo'lib bo'lyapti. Chunki qonda qand miqdori o'ynashi, qonda ortiqcha qand bu har doim harakat bo'lmasa, обязательно yog'ga aylanadi. Qonda oshib ketgan qand bu bo'lajak yog'larimiz. Chunki organizm qand miqdorida hadeb usholmaydi. Ortiqcha qand ko'pincha glikogenimiz harakatlanmasak, to'la turgan bo'lsa, ko'pincha yog'ga kirib ketadi. Bu semizlik haqida ham gap ketyapti. Bizning organizmimiz shirinliklarga ayniqsa har doim har xil javob beradi. Ya'ni charchagan holatda, charchab, asablar charchagan, kun davomida kun qizg'in o'tgan bolalar bilan mashinada u yoqqa haydagansiz, charchagansiz, charchagan holatda shirinlik yesak, qonda glyukoza konkretni o'ynaydi. Agar uxlab turib, tiniqib, asablar joyida, ertalabdan maksimum energiya to'la, asablar joyida, charchoq hissi yo'q holatda shirinlik yesangiz, unda boshqacha javob beradi organizm. Bunga javob men o'zimda shuni tekshirdim, datchikumda, realni shuni telefonimda ko'rib tekshirdim. Men ertalabga shirin yeganimda, chunki mana tvorog sotib olaman, zulipa tvorogga ozgina shakar qo'shiladi, men bilaman shuni. Shakarli narsa yeganimda qondagi miqdor, glyukoza miqdori 7 dan oshganini bilmayman. Suhurda men yaxshi ko'tarib olman shirinlikni, ertalab chem kechqurun. Kechqurun men charchayman, realni, chunki kun bo'yi pachmochkalarga u yoqqa bu yoqqa mashina haydayman, orada ovqat qilaman, nimadir kechki payt xo'jayinim kelishlaridan oldin yana salat qilaman. Uylarni tinmay yig'ib turish kerak, chunki 4 ta bola mamnaq qilishadi. Men kechki payt charchagan holatda bo'laman. O'sha 8 dan keyin meni holatim charchagan, o'lganim kundan zo'rg'a yig'aman, hamyon to'g'risi. Shunday holatda bo'laman. Kechki payt charchagan holatimga men shirinlik yesam, tanam risk javob beryapti unga. Ya'ni glyukoza risk chiqib ketyapti. Tushunasizlarmi? O'shaning uchun bu qiz ham aytadi, yoki obedga yeylar, yoki ertalabga yeylar shirinliklarni deydi. Xohlagan sevimli shirinliklar bor, men tushunaman deydi, uni kechki paytga yemaydi deydi. Bu hatto ko'p dietologlar gapirishgan.
mana bu haqda oldin gapirganman, endi mana o'zimni kuzatgan holda uverni bu narsani sizlarga har doim bu yoqqa aytib boraman, chunki o'zimda ko'rdim shu narsani. Xo'p, bu uchinchi kuzatgan narsam. To'rtinchi kuzatgan narsam sizlarga aytaman. Nima kuzatdim? Glukoza datchik orqali bitta ma'lumot sizlarga. Hop, bu Jesse Inchaspe aytishi bo'yicha, bioximik olima ayol aytishi bo'yicha, men uyqu haqida ko'p ma'lumotlar yig'ganman. Oldin sizlarga ham bu haqida marafonlarimda ham uyqu degan darsim bo'lgan. Понятно-da, hozir ko'p gapirilyapti, semizlikmi yo boshqami? Uyquning sifati yaxshi bo'lishi kerak. Asablar uchun ham uyqu bu dori, Qur'onda ham aytib ketilgan. Biz tanangiz uchun orom olishingiz uchun tanangiz uchun malham qilib uyquni yaratdik, sizga berdik deyilgan. Uyqu sifati qonda glukoza o'ynashiga bog'liq deb aytyapti bu qiz va bu men uchun yangi informatsiya bo'ldi. Menda oldin bu informatsiya absolyutni bo'lmagan. Bitta shifokordan eshitganman bu informatsiyani, pediatrimdan, Muhabbat Davronovna degan pediatrga men o'g'limni olib borganimda savol berganlar, soat ertalab azonda yig'lab uyg'onadigan odati yo'qmi o'g'ling deb, yo'q deganman. Keyin aytganlar, nimaga men buni so'rayapman deganlar, bola ertalab soat 5 da azonda yig'lab uyg'onib ketsa, sahri tushib ketgandan yig'lab uyg'onadi. Shuning uchun uyqudan oldin banan yoki nimadir yedirib olish kerak bo'ladi. Shunaqa sanma, bolangda yo'qmi deb so'raganlar, yo'q deganman. O'shanda mana shu informatsiyani eshitgandim. Endi bu qiz aytibdi, mana uyqu sifati, menga ko'pchilik marafonlarimda ham ko'p shunga jalba qilishardi. Uxlaganimdan keyin uyg'onganimda charchagan bo'lib uyg'onaman. Ya'ni uyqu payti men orom ololmayman. Uyg'onganimda tiniqib uyg'onmayman degan jalbalar men juda ko'p eshitganman va men miyamda har doim bu informatsiyani anemiya bilan bog'laganman. Yoki magniy yetishmovchiligi yoki uyquning real texnik sabablari bo'ladi-ku, shu narsa bilan bog'lab kelganman shuncha paytdan beri. Va men uchun yangi informatsiya bo'ldi. Qonda glukozani o'ynashi bu uyquning sifatiga ta'sir qiladi. Bu konkretni rostdan mana bo'ladi-ku. Sahrniklar bekorga mazasi qochmaydi-ku, sahri chiqib ketganda sezishadi, tushib ketganda sezishadi-da. Va agar biz kun davomida och qoringa kolalar ichib, energetiklar ichib, o'zimizga beparvo bo'lib, och qoringa shirin yeb, ayniqsa ishxonalarda tug'ilgan kunlar bo'lsa, bayramlar bo'lsa, och qoringa tort yeyishadi, juda ham noto'g'ri narsa. Shunaqa qilib sahrimizni qacheli qilib o'ynatib tashlagan bo'lsak, sahr to'ys ko'p qayta va balanga to'ys 9, 10, 11 ketdi u yoq ko'tarilgan bo'lsa, kechasi uyqu sifati yomon bo'ladi. Tushunasizlar? Sizlarni sahringlar даже если obed payti o'ynagan bo'lsa ham, ko'pincha kechki payt o'ynaydi sahr, chunki kechki payt organizm shiringa sezuvchan bo'ladi. Sal shiringa ham glukoza endi ishlayapti. Kechki payt ko'pincha biz sahrga, kechki payt ko'pincha shirinlik yeyishadi o'zbeklar uyga kelib va shunaqa odam kechasi uxlasa uyqu sifati yomon bo'laveradi, chunki kechasi sahr o'ynaydi. Men har kuni ertalab bitta odat shakllantirdim o'zimga, datchik qo'yganimdan keyin. Bu har kuni ertalab uyg'onganimdan keyin telefonimga qarardim. Men har kuni ertalab uyg'onganimdan keyin Android telefonimga qarayman. Android telefonimda o'sha programmam turibdi. Kechasi qanaqa uxladim, ya'ni glukozam qanaqa o'ynadi, kechasi shuni tekshiraman. Men bitta narsani sezdim. Agar men kechki payt shirin yesam, kechki payt menda glukoza o'ynagan bo'lsa, kstati glukoza faqat shirinda o'ynamaydi. Xamirli ovqatdan ham o'ynaydi. Men xo'jayinim bilan restoranga, sidaniyaga kechki payt iftorga chiqqanda aralashtirib yeb tashladik. O'shanda shirinlikni ham yedik, xamirli narsa ham zakaz qildik. Endi nimadir o'sha glikemik indeks baland bo'lgan, to есть rafinirованный narsalar yedik-da. Och qoringa 2 finik yedik. O'sha payt rosa sahrim o'ynadi. O'sha kuni kechasi ham sahrim o'ynadi. Ya'ni kechki payt sahringiz chiqadi, ovqat yeysiz, sahr chiqadi. Xo'p, yayov yurasiz, boshqalar tushirasiz, yana normaga tushadi sahr. Keyin uxlaganingizdan keyin boshlanadi. Sirk. Uxlaganingizdan keyin boshlanadi. Ya'ni uxlaganingizdan keyin yana sahringiz chiqish boshlaydi. Vrodi siz uxlayapsiz, kecha soat 2 uxlab yotibsiz, qotib uxlab yotibsiz, uyg'onmadingiz 2 da. 11:30 uxlab yotibsiz, 10 da uxlagansiz, 1:30 da uxlayapsiz. Lekin mashnaqada glukozam. Kechki payt agar men noto'g'ri yeb, ko'p yeb, qonda shakarni oshiradigan narsalarni yeb uxlasam, kechasi mashunaqa bo'lib o'ynayapti glukozam.
Va shunaqa bo'lgandan keyin uyg'onganda charchoq sezyapman, rostdan ham charchoq bilan uyg'onaman. Ya'ni uyquning sifati, qonda glyukoza kechasi rovna turadimi yoki yo'qmi, shunga bog'liq bo'ladi. Va nega glyukoza kechasi o'ynaydi? Chunki siz yoki poslabed yoki kechasi shirin yegansiz, ko'p yeb yuborgansiz, haddan tashqari iftordan keyin ko'p shirinlik yegansiz va yetarlicha harakat qilmagansiz. Iftordan keyin harakat qilgan bo'lgan taqdiringizda ham baribir qonda kunduzi o'ynadimi glyukoza, ya'ni siz noto'g'ri ovqatlandingizmi, kechasi ham sahringiz o'ynab beradi sizga. Va siz bundan uyquning sifati aziyat chekadi. Yaxshi uxlamaysiz shuni ketdan tushmasmi? Nima xavfli? Va yana nima xavfli joyi bor? Sahrniklarda ko'p bo'ladi. Birinchisi qandli diabet bolajonlarimiz va onalari bu narsani juda ham yaxshi bilishadi. Diabetiklarda kechasi tushib ketadi, ya'ni kechasi gipoga tushib qolishi mumkin. Birinchi tip qandli diabet bolachalarning onalari bilasizmi, uxlamay o'tirishadi kechasi. O'sha datchikga qarab tomosha qilib, datchikini titillaydi. Agar o'sha 9 dan pastga tushsa, datchik titillaydi, o'shani tomosha qilib o'tirishadi. Shu tushib ketsa, bola uxlayotganda tushib qolsa, bola bilmay qolib gipolik komaga tushib qolishi ham mumkin-da. O'shaning uchun qonda qat miqdor tushib ketishi opasniy. Men bir kun pramo istoriyamga ham qo'ydim. Men kechasi yomon tush ko'rdim-da, juda ham yomon tush ko'rdim. Yani bosinqirab yomon tush ko'rdim-da. O'sha payt uyg'onib srazi telefonimga, o'sha glyukozali telefonim, glyukozamni ko'rib turadigan telefonimga qarasam, titillagan narsa chiqqan, okno chiqqan, glyukozda opasniy degan. Opasniy уровень сахара в крови deydi. Qonda glyukoza opasniy miqdorda, ya'ni tushib ketgan glyukozin degan xabar kelyapti menga-da. Ya'ni kechasidagi bosinqirashlar, yomon tushlar miyaga glyukoza yetishmovchilikdan ko'pincha bo'lishi mumkin choslam. Ya'ni glyukozani mana kechasi uxlashdan oldin, mana shirinlik yeyishi, kechasi uxlashdan oldin nimadir glyukozani oshirishi mumkin bo'lgan luqilmani yeyishi oqibati tushib ketishi mumkin sahrlik kechasi. Sog'lom odamman, men sog'lom odamman. Tushib ketdi sahrimda, tushmasam, buni ketdan bosinqiradim, yaxshi yomon tushlar ko'rdim, yaxshi uxlamadim. Kechasi 3:30 da uyg'onib ketdim-da. Agar kimda shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni podozrevать ham qilmasligi mumkin-da, sahr в крови qonda qat miqdori o'ynagandan yaxshi uxlamaganligin odam xayoliga ham kelmaydi-da. O'shaning uchun maslahat beraman hammaga o'zini bir kuzatib ko'rish kerakligi va ovqatlanishiga ahamiyat berish kerakligi. Och qoringa shirin yeb yormayapmanmi degan savol постоянно o'zingizga bering. Постоянно. Ayollarda ham bor bu narsa, chunki ko'p biz ovqat tayyorlashimiz kerak. Uyga kelgandan keyin bizning ishxonamiz uyda ish ko'p, bizga ko'chadan ko'pincha och kelamiz va och qoringa mingta ish qilishimiz kerak bo'ladi. O'tirib ovqatlanishga vaqt yo'q. O'sha payt og'izga nimadir shirin narsa solamiz va bu orqali mana shunday glyukozani o'ynataveramiz, glyukozamizni. Bu noto'g'ri. Shuning uchun men uyimda stolim ustida постоянно xrustyashi o'tirib turadi, qovoni urug'i turadi, постоянно stolim ustida prям. Mana krujda oshxonada. Mana shunaqa qorong'i kelganda shunaqa shirin narsa yeb yormay deyman-da, harakat qilaman. Unaqa och qoringa yemayman lekin shirin. No, men shuni bildim. Даже если suhurda nimadir iftorda nimadir yeganingizdan keyin ham salatsiz ovqat ketdan sразу shirin yeysiz, ba'bu o'ynar ekan. O'shaning uchun salat. Agar suhurga shirin yeyman, lekin salat yegim kelmaydi desanglar, bitta yo'lni aytib ketaman sizlarga. Life hack. Qanaqa qilib suhurga shirinlik qo'shish mumkin? Yo'li bitta retsept sizlarga. Grechskiy yogurt, shakarsiz yogurt yoki oddiy домашний kisli qatuv olasizlar, ochasizlar. Ichiga korzinkada diabetiklarning qatorida o'tirib bor, slim o'tirib. O'sha slim o'tiribni biroz qo'shib solasizlar, yeysizlar. O'shandan keyin shirin yeysizlar. O'shanda qoningizda glyukoza miqdori o'ynamaydi. Ya'ni sizlar glyukoza o'ynamaydi degani nimasi? Yaxshi ro'y tutganlarga nimaga kerak? Qonda glyukoza chiqsa, har doim keyin tushadi. To есть siz soat 11-12 bir atroflarida holsiz bo'lib, charchab, uyqungiz kelib, mazangiz qochib qolmasligi uchun mana bunaqa glyukoza o'ynatmasligingiz kerak. Ya'ni chiqib tushib, o'sha glyukoza chiqmasligi uchun shunaqa qilishingiz kerak. Glyukoza chiqmasa, juda ham tepaga chiqib ketmasa, o'shanda tushib ketmaydi pastga. Glyukoza chiqish bor joyda, chunki har doim tushish bo'ladi. Bu 4-открытие o'zim uchun ochgan. Postga qaralib sig'mas ekanam, даже yaxshi ham bir mikrofonni saqlab qo'yaman.
keyin bu narsani tushungan odam tushunadi. Yana bitta o'zimda sezgan narsam. Qonda glyukoza miqdorini o'ynashi bilan mendagi o'zgarishlar nimasi bilan bog'liq? Mana sochi yog'lanishi degan muammo bor. Ayolida ham, erkakda ham bor. Menda ham bor bu muammo. Kstati, menda bu muammo 4-farzandimni dunyoga keltirgandan keyin paydo bo'ldi. Ya'ni sochim tez yog'lanadigan bo'lib qoldi. Va men 4-farzand dunyoga kelganimdan keyin ko'p antibiotiklar olishimga to'g'ri keldi. Ko'p operatsiyalar bo'ldim, chunki operatsiya bo'lganda обязательно antibiotik olasiz. Va ko'p antibiotiklar oldim va men o'zimni sezdim, taxmin qildim. Menda kandida ko'paydimi deb o'yladim. Ya'ni antibiotiklardan keyin ozgina organizmda kandidoz yuzaga kelishi mumkin. Bu kandidoz bu ham o'ynab turadi, bosiladi. Agar siz to'g'ri ovqatlanib, shirin yemasdan yursangiz bosiladi va shirin yeganingizda birdaniga yana paydo bo'lib qoladi. Buning uchun uzoq payt shirindan o'zingizni tiyib turishingiz kerak bo'ladi, shirin xamirdan. Va o'zimda sochimda ozgina qazoqlanish sezdim. Oldin menda bunaqa problema вообще bo'lmasdi va yog'lanish sezdim. Va men nimani o'zimda ahamiyat berdim? Вот ideal ovqatlanib yurgan kunlarim ko'p bo'ldi. Ideal ovqatlanib yuraman. Mana suhurni ham ideal qilib, mana tuxumlarni qovurib, brokolilar bilan-da finikitam bor. Keto shirinliklar, o'zimga uglevodsiz, shakarsiz shirinliklar zakaz qilib, shulardan yeb, ilsimirinka olma, shunaqalar yeb. Qonda glyukoza miqdorini 7 dan oshirmagan kunlarim ham juda ham ko'p deyman. Bu juda ham zo'r narsa. Qonda glyukozani o'ynatmasdan olib yurish. Umuman holsiz bo'lmaysiz. Umuman charchaganlikni his qilmaysiz. O'sha paytlar meni sochim yugandan keyin uzoqroq yetar ekan. Tushunasizlarmi? Yog'lanmas ekan. Ya'ni qonda glyukoza miqdori o'ynamasa, sahrim ko'tarib, slishkim haddan tashqari ko'tarib bormasam, sochim meni yog'lanmas ekan. Mana yuganimdan keyin necha kunga yetishi, yuganim 3 kunga yetadimi yoki 2 kun degan yoki 4 kunga yetadimi? Bu meni yeyotgan ovqatimga bog'liq. Men buni oldin bilardim, lekin aynan o'zimda ko'rib yana bir marta o'zimni isbotladim shu narsani. O'zim uchun yana открытие bo'ldi. Sochni yog' bosishi qonda glyukoza miqdorini o'ynashi bilan, ya'ni bog'liq bo'ladi. Ya'ni sizni yeyotgan shirinlaringiz, shirin narsalar, xamir narsalar qonda glyukozani 9, 10, 11 ga oshib ketishi sochni yog'lantiradi. Soch nega yog'lanadi? Sochni yog'lanishning sababi undagi mikrofloraga bog'liq bo'ladi. Ya'ni undagi oziqlanayotgan soch terisi ham xuddi boshqalarımizga o'xshagan teri va o'zining mikroflorasi bor, ichidagi florasi bor, boshimizda o'zida mikroblarimiz bor, kandida nima bo'lsa bor, o'shalarning ovqatlanishiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni biz boshimizdagi yaxshi mikroblarni boqsak, maskalar qilib, boshqalar qilib, ular yaxshi mahsulotlarni o'zidan ishlab chiqaradi va boshimizni mikroflorasi toza bo'ladi, ya'ni to'g'ri bo'ladi. Agar biz shirin yesak, noto'g'ri shampun ishlatsak-da, asosan mana qonda glyukozani o'ynatsak, biz shakar bilan ovqatlanadigan kandida yomon mikroblarni boqamiz, qonimizdagi shakar bilan. Chunki ular qondagi shakar bilan oziqlanishadi va ularning hayot faoliyati kuchayib ketsa, boshda yog'lanish kuchayadi. Tushunasizlarmi? Va bizani o'sha yog' ishlab chiqaruvchi jelezalarimizga ta'sir qiladi va ular ko'proq yog' ishlab chiqarish boshlaydi. Ya'ni sochim toza yursin, sochimni yuvganim uzoqqa yetsin, sochim yog' bosmasin desanglar, menga o'xshab, meni ham problemam timi yuvib, uni yuvgandan keyin men chiroyli quritishim kerak. Dysonda unga vaqt ketadi, shuning uchun men hadeb yuvish yoqtirmayman. O'shaning uchun uzoqqa yetsin sochimni yuvgan desanglar, hadeb shirin yemanglar, hadeb kola ichmanglar, hadeb fast foodlar yeyvermanglar. Chunki fast foodlar ichi baribir non asosan. Hadeb shirinliklar yeyvermanglar. Och qoringa shirin safiyaga kirib, och qoringa perikuslar qilavermanglar. Yog' sochinglar yog' bosib ketadi. Yurasizlar keyin ummatlar uchun. Hadeb boshinglarni yuvib. Men o'zimda shu narsani sezdim. Qonda qat miqdori o'ynatgan kunlarim o'sha aytdim, qaysidir kunlar 11 bo'lib ketdi deb. Kechki payt iftordan keyin o'sha 11 bo'lgan kunlari ertasi kuni riski yog'lanish sezdim. Mana turibdi-yu, mana sochingiz toza, uxlab turganingizda ertasi kuni ertalab qaraysiz, o'sha yog' bosib qolgan bo'ladi. Sezasizmi shu narsani siz ham o'zingizda? O'sha kechki paytki shirin yeganingiz bilan bog'liq bo'ladi. O'tirganlar. Xohlasangiz, agar bu narsaga ishonmasangiz,
ChatGPTdan so'rab yoki bu haqida informatsiya dalshi o'zingizlar qo'llashtirib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni sochni yog' bosishi, qondagi glyukoza miqdori, ya'ni bizani ratsionimizdagi uglevodlarni, shirinliklarni miqdoriga bog'liq bo'ladi. Men o'zim shu narsani o'zim uchun kashf qildim. Va buning uchun men uchun juda ham muhim открытие bo'ldi. Chunki bu men uchun juda ham har tayyor kishi uchun bu narsa muhim. Xo'p, men yana nimani aniqladim? Assalomu alaykum. Soch oqarishi genetический bo'ladi. Soch oqarishini preventiv meditsinada genetический ba'zi jigar fermentlarini yetishmovchiligi bilan bog'liq deb aytishadi. Lekin ishonasizlarmi, shunaqa vrachlar bor. Shunaqa preventivniy kuchli vrachlar bor. Qonda sochni oqargan sochlarini, mana ismi nima edi? Bitta rus anaqa bor, biohacking bilan shug'ullanadigan naturopat bor. Ismi esimda yo'q. Men uni постоянно podkastlarini eshitaman. 1 soatlik podkastda chiqadi. Ismi soqol qo'ygan bir anaqa naturopat rus yigit. Juda o'zini pitaniyansiga ham, anaqasiga ham, hayot tarziga ham ahamiyat beradi. Konsultatsiyalarni juda yuqori urovenda qiladi. O'sha aytadi, men dedi, o'zimni oq sochimni saqlab, telefonim orqasiga solib qo'yganman, ishonmaganlar uchun. Hozir oq soch yo'q menda pashti deyapti. Va men bunga o'sha o'zim yig'gan bilimlar orqali erishdim deyapti. Ya'ni sochlarni qaytadan qoraytirishi yo'lini, qaysidir badlarni sxemasi bilan shu narsaga erishdim deb aytadi. Men hozir bu informatsiyani sizga bera olmayman, yo'q bu informatsiya. Lekin shu narsani uddasidan chiqayotgan vrachlar bor. Oddiy vrachlar emas ular. Oddiy toshmin bitirdim, bo'ldi, ketdim, bitbayst ishladim degan vrachlar emas ular. Постоянно uzun ustida ishlaydigan naturopatlar, ham naturopat, ham vrach. Lola Jurayeva, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Och qoringa shirinlik meva shirinlik emas, meva yo'q. Och qoringa meva yeb bo'lmaydi. Xo'p, och qoringa meva yeb bo'lmaydi. Nega? Chunki meva bu oddiy uglevod. Shirinlikda shakar bor, mevada ham glyukoza va fruktoza bor. U ham oddiy uglevod hisoblanadi. Masalan, och qoringa yegan nordon mevangiz sizni qonda qand miqdorini oshirmasligi mumkin agar meva nordon bo'lsa. Chunki nordon mevada glyukoza kam bo'ladi. Asosan organizmga kislota и вода da fitonutrientlar bo'ladi. Lekin och qoringa kisli meva yeyish ham maslahat bermayman. Chunki och qoringa kislotnostni yanada kuchaytiradigan narsa bersangiz, o'rniga yoniga oqsilni, kislotnostni kamaytirish kerak bo'lgan narsa bermasangiz, kislota, oshqozon kislotasi oshqozonni o'zini ozgina zararlantirib qo'yishi mumkin bo'ladi. Bu narsa qayta davom etsa. Shuning uchun mevalar har doim ovqatdan keyin. Har doim meva iloji boricha kunning birinchi qismida ovqatdan keyin. Kechki paytga kisli meva ovqatdan keyin, kisli anor ovqatdan keyin, kisli apelsin, kivi, men yaxshi ko'raman kivini. Yeyishinglar mumkin bo'ladi. Shirin mevalarni mana yozda ko'p bu narsaga juda ham katta xatoga biz yo'l qo'yamiz. Yozda semiradiganlar mana shu och qoringa meva yegandan semiradi, bilasizmi? Meva yeyish och qoringa qonda glyukozani tez ko'taradi. Ya'ni вроде бы ko'p narsa yemaysiz yozda, kaloriya jihatdan, kaloriyasi juda ham ko'p bo'lmaydi yeyotgan narsangiz. Chunki lekin siz och qoringa qonda glyukozani o'ynatasiz va organizm bizning ichimizda aylanib yurgan haddan tashqari ko'p glyukozani har doim joylashtirib qo'yish kerak. Joylashtirmasa bo'lmaydi. Ya'ni bizning organizm har doim glyukozani stabillashtirishga harakat qiladi. Hamma mexanizmi shunga qaratilgan. Sizda qoningizda glyukoza oshib ketdimi, tepaga qarab ketyaptimi ovqatlanganingizdan keyin saharingiz. Hamma mexanizmni glyukozani qaytib joyiga tushirishga harakat qiladi. Shunga qaratilgan hamma mexanizmni. Va bu mexanizmni nima orqali sizni qoningizdagi glyukozani normallashtirib beradi, aytaymi? Qoningizdagi glyukozani yoki glikogenga yoki yog'ga joylashtirib qo'yish orqali normallashtirib beradi. Ya'ni siz och qoringa qovun, tarvuz, shirin, uzum yedingiz bir tarelka maza qilib. Ketdi 11 ga qarab sahar. Men yozda ham buni olib tashlagandan keyin yozda ham bitta qo'yaman dachik va yana dash yozgi mahsulotlar bilan eksperimentlarni davom ettiraman. Yana sizlarga qo'yaman, tepaga qarab ketadi va uni normaga tushirish uchun agar siz harakat qilmagan bo'lsangiz, shu payt obedda hamma yotadi uyda yozda.
harakat yo'q bo'lsa, glikogenlar to'la bo'ladi. Ya'ni jigar anaqada glikogen ishlatilmagan bo'lsa, glikogen zaxirasi to'la bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri yog'iga joylanadi. Ya'ni siz semirasiz, mevadan semirasiz, tushundingizmi? Yo qoningizda qat miqdori oshgandan semirasiz yozda. Salom hammaga. Xullas aytmoqchi bo'lgan narsalarimni sizlarga aytib berdim. Foydali bo'ladi degan umiddaman va bu glukoza datchiklarini men o'zim sotyapman. Mendan juda ham ko'p odamlar xarid qilishdi. Sotuvda bor 600 mingdan. Shaharda chiqadi, bunaqa narxi yo'q. Xuddi menikidagi datchiklarni 1 million 200 800 mingga sotishyapti. Agar kim xohlasa sotishi mumkin. Kimda ota-onasi saxarli diabetiklar bo'lsa qo'yib berishingiz mumkin. Spokon tushadi, saxar iftorlariga spokon yetib borishadi. Qonda saxar nima ovqat yesa, nimaga qachon chiqyapti, qachon tushyapti, nima ovqatga qanaqa reaksiya bo'lyapti, shularni bilishingiz mumkin bo'ladi va sog'lom odamlar ham o'zining qonidagi qat miqdorini tekshirishi mumkin bo'ladi. Kim kerak bo'lsa, menda sotuvda bor. Agar xohlasanglar, savollarli bo'lsanglar, keyin kommentariyaga yozsanglar ham javob beraman. Va xudo xolisa men o'zimni bu xulosalarimni va bu qizdan olgan yangi cho'tka ma'lumotlarimni обязательно kam shaxil post shaklida ham joylayman. Hammaga rahmat.